Bugun siz bilan penetrantlik bo'yicha masala yechishni o'rganamiz. Uning uchun penetrantlik nima ekanligini ko'rib chiqishimiz kerak. Penetrantlik bu genning belgi sifatida namoyon bo'lish chastotasidir. Masalan, hamma gen ham organizmda bo'lgani bilan belgi sifatida o'zini namoyon qilmasligi mumkin. Penetrantlik bu shu genni belgi sifatida namoyon bo'lish chastotasini bildiradi. Masalan, A gen populyatsiyada 100 ta kishida bor deb qarasak, lekin shu A genni yuzaga chiqaruvchi belgi faqat masalan 40 kishida yuzaga chiqdi deb qarasak, demak bu genning penetrantligi 40% teng bo'ladi. Bitta oddiy masalada ko'rib o'tamiz. Angiomatoz kasalligi dominant autosomal tipda irsilanadi, sog'lom bo'lish resessiv. Bu genning penetrantligi demak 50% teng. Ya'ni genni belgi sifatida namoyon bo'lish chastotasi, ya'ni penetrantlik 50% teng ekan. Demak, heterozigota tashuvchi organizmlar demak tasvirlanganda avlodda demak kasal farzandlar tug'ilishi ehtimolini topishimiz kerak. Demak, gomozigot organizm kasal, demak ikkinchi organizm va uchinchi organizm ham kasal. Bitta organizm esa demak bu kasallik bo'yicha sog'lom. Ya'ni 4 ta farzanddan 3 tasi, ya'ni demak 75% organizm kasal tug'ilishga harakat. Lekin penetrantlik ya'ni 50% bo'lganligi uchun bu 75% organizmning barchasida ham bu kasallik yuzaga chiqmaydi. Bu kasallik ikkala organizm yuzaga chiqishini topishimiz uchun biz penetrantlikning ulushini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 50% ulushdan 0.5. Demak, to'polon bo'lsak 37.5% farzandda kuzatilishi mumkin. Ya'ni o'zi nazariyada 75% chiqishi kerak edi, lekin penetrantlik hisobini bu yerda 37.5% farzand yuzaga chiqib turibdi. Keyingi biroz murakkabroq masalani ko'rib o'tamiz. Arachnodactylia kasalligi autosomal dominant tipda yuzaga irsilanadigan kasallik. Bu genning penetrantligi 30% teng. Ikkinchi belgimiz chapaqaylik resessiv holda autosomal birikkan gen hisoblanadi va uni to'liq penetrantlik, ya'ni bu degani 100% ega. Demak, ikkala gen bo'yicha heterozigotali bo'lgan ota va ona organizmidan ikkala anomaliyaga ega bo'lgan farzandlarning tug'ilish ehtimolini topishimiz kerak. Demak, heterozigotal organizmlarni chatishtirganimizda ikkala anomaliya, ya'ni birinchi anomaliya sifatida arachnodactylia, ikkinchi anomaliya sifatida chapaqaylik aytilib turibdi. Demak, belgilab oladigan bo'lsak, katta, kichik bu. Demak, penet kataki bo'yicha qidiradigan bo'lsak, demak, Bda bir dona va demak, bu qismida bir dona va demak, pastda bir dona organizm chiqdi. Demak, 16 ta organizmning ichidan demak 3 ta. Ya'ni 3 taqsim demak 16% ni topadigan bo'lsak 18.75%. Demak, 18.75% odamda yuzaga chiqishi kerak edi, lekin penetrantlikni hisob oladigan bo'lsak, demak bu foiz o'zgaradi. Ya'ni penetrantlik bo'yicha hisob olsak, demak 18.75% ko'paytiramiz. Arachnodactylia kasalligining penetrantligi 0.3 dan ko'paytiramiz. Demak, chapaqaylik to'liq penetrantlik bo'lganligi uchun demak 1 dan bo'ladi shuni ulushda. Demak, bularni ko'paytiradigan bo'lsak 5.625% dan. Ya'ni ikkala anomaliya bilan tug'ilish ehtimoli 5.625% dan ekan shunda. Keyingi masala miopiya autosomal dominant holda irsilanadi, uni penetrantligi 30% dan. Ikkinchi belgi, ikkinchi kurak tishning yo'qligi jinsi X xromosomada dominant holda irsilanadi va uni penetrantligi 40% teng. Demak, miopiya bo'yicha sog'lom bo'lish resessiv, ikkinchi kurak tishning bo'lishi resessiv holda irsilanadi. Demak, ona diheterozigotal, ya'ni ikkala belgi bo'yicha ham heterozigotal ona va ikkala belgi bo'yicha ham sog'lom ota nikohidan tug'ilgan farzandlarning ikkala anomaliya bo'yicha kasal bo'lish ehtimolini topishimiz kerak. Demak, quyidagi chatishtirishni amalga oshirsak, ikkala anomaliya, ya'ni miopiya va ikkinchi kurak tishning bo'lmasligi bo'yicha kasal farzandlar taxminiy genotipi shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, avloddan qaraydigan bo'lsak, Bda bir dona va ikkinchi organizm Bda yuzaga chiqadi. Demak, boshqa organizmlarda ikkala anomaliya bo'yicha kasal kuzatilmaydi. Demak, shunda 8 ta organizmdan 2 tasi. Demak, buni foizini topadigan bo'lsak, 25% teng. Endi penetrantlikni hisobga olganimizda, demak, buni yuzaga chiqish ehtimoli o'zgaradi. Ya'ni, demak, 25% ko'paytiraman. A genning penetrantligi 0.3 B genning penetrantligi esa
0,4 deng. Demak, quyidagi hisob qilishni amalga oshiradigan bo'lsak, demak 3% organizmda yuzaga chiqishi mumkin. Demak, shunda ikkala anomaliya bo'yicha kasal farzandlarning tug'ilish ehtimoli 3% deng bo'ladi.